Salom hammaga, sizlar bilan o'sha Ani tahlil. Bugun siz bilan Gojo Satoru, ya'ni Jodugarlar jangi animesidagi Gojo Satoru haqida gaplashib o'tamiz. U nega o'z klanida bittagina o'zi va u aslida kim? Nega u 6 ko'z sohibi bo'lgan? Ungacha siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men gapirgunimcha. Birinchi bo'lib Gojo Satoru kimligiga kelsak, Gojo Satoru Jodugarlar jangi animesidagi, bilasizki, Jodugarlar maktabi bor. Unda Itadori Yuji ham o'qiydi. O'sha Jodugarlar jangidagi Jodugarlar maktabining ustozi, uning o'quvchilaridan eng zo'rlari Itadori Yuji, Nobara va Fushiguro va hamda Yuta kabi o'quvchilari eng zo'r o'quvchilar bo'lib qolgan. Gojo Satoru klanida faqatgina o'zi va ikkinchisiga kelsak, Gojo Satoruning klani. Nega u bitta haqida gaplashamiz? Hozir gaplashamiz. Bo'yna birinchisini gapirdim, endi ikkinchisi. Yana miyalaring perizagrusiga berib bormanglar. Qarachi, shunday. Gojo Satoru nega klanida bitta o'zi? Chunki Gojo Satoruda klanida la'nat bor, ya'ni unda odam bolasi bo'lsa, ya'ni uni o'sha ota-onasi o'lish kerak bo'ladi. Gojo Satoruda ham shunday, agar Gojo Satoruning bolasi bo'lsa, u o'lish kerak bo'ladi. Va Gojo Satoru klanida eng kuchlisi. Gojo Satorudagi kabilar 200 yoki 100 yilda tug'iladi. Gojo Satoru birinchisi. Chunki 200 yildan beri hali hech kim bunaqa bo'lmagan. Faqatgina Gojo Satoru 200 yildan keyin yoki 100 yildan keyin tug'ilib qolgan va shunday kuchga erishgan. Uchinchisi, Gojo Satoru nega 6 plus la'nat ko'zlari bor? Bu ko'zlar juda kuchli. Bu ko'zlar, agar siz Gojo Satoruning orqasida tursangiz, u sizni bittada biladi. Faqat ko'zida bog'ich, ya'ni qora o'zining bog'ichi bor. O'shanaqa bo'lsa ham u sizni bittada ko'radi. Masalan, men nima desam bo'larkan? Men Itadoriman. Men sizning orqangizda turibman. Tasavvur qiling, siz Gojo Satorusiz. Men daraxtda sizni orqangizdan kuzatib o'tiribman. Sizda 6 plus ko'zingiz bor. Hamma joyni ko'ra olasiz. Bittada 360 gradus joyni ko'ra olasiz. O'sha yerda meni bittada payqab qoldingiz va meni o'ylab ketdingiz. Qarachi, shunday Gojo Satoruning kuchi shunday ishlaydi. Shu menda gaplar shu edi. Gojo Satoru keyin yana nimaligini bilmadim. Faqatgina shu edi menda. Shuncha mehnatga bitta like bosib keting. Men bu videoni ishlash uchun bir kun vaqtimni sarfladim. Zaryaddan o'tib qolaverdi va yo'qoldi. Qarachi, shunday Gojo Satoru mana shunday qobiliyatlari bor. Agar Gojo Satoru Sukuna bilan urushgan yutarmizlaring shu haqida video chiqaraymi, nima deysizlar? Comment go. Ertaga qanday video chiqsin? Go comment. Commentga yozinglar, ertaga qanday video chiqsin. Obuna bo'lib ketinglar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Buncha gapirguncha nafasim yetmay qoldi. Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman, beshomga